Assalomu alaykum. Qadrli Idris 2510 kanali obunachilari. Bilasizlar, obuna bo'lganlar biladi. Yaqinda o'zi kanal ochib, YouTube kanali anchadan beri bor, faqat turnirda yo'lga qo'ya olmayotgandim. Turnirda ham yo'lga qo'ydim, xudosi. Telegramda Idris 2510 deb qidirsanglar chiqadi kanalim. Va unda yarim finalga yetib keldi. Hozirgi turnirimiz va yaqin kunlarda yana yangi turnirga start beramiz. Birinchi turnirimiz o'tkazilganda, birinchi turnirimizda LS akkaunt qo'yilgandi. LS akkauntda qo'yilgan edi, uni yutdi. Bitta obunachimiz yutdi. Faqat cho'zilib ketdi, yangi ochilganligi uchun 1 oydan oshiq ochilganiga bo'lgan vaqtligi uchun men bera olmadim akkauntni. Sababi Dream League unga yo'l qo'ymadi. 5 kundan oshiq vaqt so'radi. Kanalni ham tashlaganmiz, screenshotlarni hammasini. Bizda hammasi shaffof, halol bo'ladi, xudo xolasa. Hozir shu Dream League akkauntni berib yubordik va hozirda yangi akkaunt ochishga sizlar bilan urinib ko'ramiz birgalikda, albatta. Endi bu video nima uchun olyapman? Yangi qo'shilgan Dream League'ni yaqinda boshlagan obunachilar uchun turtki bo'ladi. Mana hozir kirdik va akkaunt berib olganmiz. Shunda o'ynab yig'dim o'yinchilarni. Dream Start 2026 dan o'yinchilar yig'dim. Sariq o'yinchilar, pushti o'yinchilar va bitta klassik player yutib berdim. Ya'ni olib berdim o'sha turnirga qo'yilgan akkauntga. Xohlasanglar Telegramga kirib bemalol ko'rishinglar mumkin. Teparoqda tashlangan Dream League akkauntning holati ham hattoki. Va turnirga qo'shilmoqchi bo'lganlar bemalol qo'shilishlari mumkin. Kanalni qanday topaman degan savolga kommentariyada yozib qoldiraman kanalning nomini. Va hozir mana sizlar bilan yangi akkaunt ochamiz. Yangi akkaunt mana hozir chiqdi. Yangi akkaunt ochishimiz kerak. Yosh tanlashimiz kerak. 16, 17, 18dan 29, 30dan 44, 45 plus yo'q ketaveradi deyapti. Endi bunda o'zi aslaganda misol yoshingiz 16 ga to'lmagan bo'lsa ham bemalol 16 ni bosishingiz mumkin. Mana pasport yo biror narsa hech narsa so'ramaydi. Lekin xohlasangiz agar yoshingiz misol 18-29 atrof bo'lsa 18-29 ni bosasiz, 30-44 30-44 ni bosasiz, 45dan yuqori 45 ni bosasiz. Endi hamma har xil bu o'yinda ko'pchilik ermakka o'ynaydi. Prosta maza qilib o'ynayotganingiz ham turnirga qatnashing degan maqsadda aytyapman. Biz mana 18-29 ni misol uchun tanladik. Okey deb bosamiz. Mana kirdi. Football has changed. Clubs from all over the world now compete across 8 leagues. All the teams dream of getting into the legendary division where the biggest teams with the best arena. You are in control of Mana birinchi o'rinda, ya'ni team name, jamoa nomingizni yozib olasiz. Uchun mana deb yozganingiz ham boshida mana raqam qo'yilmas ekan, raqam qo'yilmaydi. Release deb ochaveramiz. Confirm'da bosdik va choose your manager deyapti. Ya'ni siz murabbiy tanlang deyapti. Bu yerda oq tanli, qora tanli va bug'doy ranglik desa ham bo'laveradi. Qaysi bir ma'qul kelsa tanlayverasiz. Mana misol uchun men mana you name your manager ismini yozing deyapti. Misol uchun bunga ham Dales deb kesdik ham biroq o'zbekchasi deb edi. Raqamni o'zgartirish imkoniyati yo'q. Men change manager deb bossangiz yana orqaga qaytib xohlagan murabbiy boshqa tanlab olishingiz mumkin. Biz davom etamiz. Confirm'ga bosamiz. Va signal captain deyapti. Ya'ni sizning jamoangizning kapitani kim deyapti. Kim bo'lishini xohlardingiz degan ma'noni beryapti. Bu yerda
Orlen Chouameni Real Madrid o'yinchisi 82 reytingda ko'rinyapti. William Pacho PSG himoyachisi 82 reytingda chiqdi. Christian Pulisic Milan hujumchisi 82 reytingda chiqdi. Dani Carvajal Real Madrid afsonaviy o'yinchilaridan biri bo'lgan Dani Carvajal chiqdi 81 reytingda. 82-81 reyting bo'lib qolgan. Joan Garcia Barselona darvozaboni va Pedro Gonçalves bu hozir Sportingga to'p surayotgan edi, adashmasam. Granit Xhakani komandasini eslolmadim, lekin Angliya Premyer Ligasida to'p surmayapti. Bundesligami lekin bilganlar yozvoylar, shuni eslolmadim. Cody Gakpo Liverpoolda o'ynayotdi hozir ham Liverpoolda o'ynayapti agar adashmayotgan bo'lsam. Morgan Rogers bu Aston Villa yarim himoyachisi, hujumkor yarim himoyachisi. Endi bu yerda maslahat, misol uchun Real Madridning muxlisi Orlan Chouameni tanlasa ma'qul. PSG muxlisi Pacho tanlasa ma'qul. Milan muxlisi Pulisic tanlasa ma'qul. Barselona muxlisi Joan Garcia tanlasa ma'qul. Pedro Gonçalves Sportingda uchayotgan odamlar uchun ma'qul. Morgan Rogers Aston Villa uchun ma'qul. Cody Gakpo Liverpool uchun ma'qul bo'ladi. Lekin mening maslahatim bu yerda nima qilish kerak? Darvozabon tanlasangiz faqat darvozabon bilan darvozabon sara bo'ladi. Boshida Dream Ligada faqat karyera o'tkazasiz, oldin davom ettirasiz. Mening maslahatim hujumchi tanlang mana. Eng yuqori reytingga ega bo'lgan Christian Pulisic turibdi. Shuni tanlaymiz. Change captain deyapti. Hozir qaytarishingiz mumkin, lekin konform davom ettiramiz biz. Mana bizning jamoamiz deyarli yig'ildi. Kapitan kelyapti, murabbiy mana mashg'ulotlarni boshlab yubordi. Mana уже o'yin boshlandi mana. Rafinha, Julian Alvarez Dream Liganing boshida chiqqan edi. Hozir ham chiqyapti. Welcome to Dream Liga Soccer. Dream Liga xush kelibsiz. O'yin hozir boshlasizmi yoki keyinroqmi? Biz keyinroqda bosamiz. Men hammasini tushuntirishim kerak va boshlaganingizda 1200 tanga bilan 40 ta olmos beradi. Adashib ketdim, uzr. Okey bosamiz va olamiz. Oldik mana. Endi bu yerda nima bo'ladi mana? Chap tomonimizda uyni rasmi turibdi. Uychaning ustiga bossangiz mana chiqib turibdi. Hamma nima qilish kerak bo'lsa, klan bor. Klanda rank 20 dan oshgan bo'lishi kerak. Mana shu narsa bizda 20 dan oshgan bo'lishi kerak. Mana nomlari bor. O'ziga yarasha mana 20 ta bo'lishi uchun 140 ta wins qilishingiz kerak. U xoh live'da, ya'ni onlayn, xoh karyer matchda. Davom etamiz mana. Hop, bu nastroyka, buni hamma biladi mana. Game, ovoz, til va yana o'yinda yaqinlashtirish, uzoqlashtirish degandek rol, shular hammasi shu yerda. Audio, display. Bular ham mana shu o'yinga faqat qaysinga mos kelishni o'zingiz ma'qullaysiz. Mana audioga o'tdik mana. Tili ingliz tilida xohlasangiz, rus tilida adashmasam yo'q edi. Ispan bor. Nemis ham bo'lishi kerak. Ovoz mana 50 turibdi, 60 qilib qo'ydim. Mana 50 ga qaytardim. Musik. Mana musik bor. Ovozni ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin bizga musik kerak emas, o'chirib qo'ydim. Bu ham ovoz, bu ham 50 joyiga qaytarib qo'ydim. Bo'ldi va controlsda bu yerda touch controls deyapti. Game controls deyapti. Bu yerda ya'ni nastroykasini o'ziga moslab olishingiz mumkin. Va o'yinning nastroykasi bu. Advanced mana. Advanced mana Signing Google bilan ulang deyapti. Men o'chirilgan mana. Men Google'ga o'tgan safargi turnir qo'ygan Telegram akkauntim Google'ga ulamaganman.
Mana endi bu yerda profil deb turibdi, manage device deb turibdi. Mana bosdingiz va kod berish deydi. Misol bir oyga bu